qishloqlarda ko'rganmisizlar, kasalxonaga ketyapman deb bitta Damas'da ketishadi-yu. Ko'rgan odam ko'chib ketyapti deb o'ylaydi boyagi. Chunki hech narsa yo'q bu yoqda. Hamshira, "Xo'p, keldingizmi?" Keldim. "Idish tovoqlaringizni olib keldingizmi?" "Olib keldim, opam." Qoshiq, vilka olib kelganman. Pichoq ham olib kelganman. Xonamiz sal sovuqroq, abagaratib olib keldim-da shuni. Karavotimiz oyoq sinib qoldi, divan olib keldim o'zim bilan. Xo'p, dorilar yo'q. Assalomu alaykum, Krasnoyarskda bizni kelayotgan muxlislarimiz. Biz mana hozir Krasnoyarskga yetib keldik. Mana do'stim, ukam meni kutib oldilar. Konsertimiz tashkilotchisi. Aeroportdamiz. Endi nima deydi? Kechki konsertga tayyorgarlikni boshlaymiz, xudo xolisa. Kechki soatini aytib qo'ying endi. Qadrdonlar, avaz oxun janoblari Krasnoyarskda bemalol qadrdonlar kechki soat 19:00 da Metallurg o'sha Telmana 30 ga joylashgan Dogultrak kelaverasizlar qadrdonlar. Krasnoyarsk kutib oldi. Shukrov akajonim, joningiz sog' bo'lsin. Mana shu gapni o'qib bo'lmasin. Bir kun ko'rishar ekanmiz-da.